Mening faqatli ishongim kelmaydi. Ular hozirga qadar bu to'g'rida bir og'iz gap qilib baxmagan edi. Boshqalarga o'xshashlar o'zlariga bandichilik qilish yo'lini tutatdi va Jupiterning oldida tizlanatdi ham qurbonlik qiladi. Texet sening jinoni amg'anlig'im bo'lsa, sening bir qatam mening jinimni qutqizib qolganliging uchundir. Men ata ularning hammasini kirisqa osima va tosh kesa qilaman. Agar mening jinim imperator janoblarining arom tepishiga sabab bo'ladigan bo'lsa, men bu jinimni pido qilaman. Bugun oqshomqi numus va rasvochilikning o'rnini senga o'xshash minglagan odamning jinimi hargiz to'ldirolmaydi. Men bir qancha qatam ularning tangirlarning haykal oldida xo'sh yoqmay ta'zim qilganligini ko'rgan edim. Biz buningdan xili burunlar ularni to'nib chiqib jazolagan bo'lsak yaxshi bo'ladi. Afsuski, ular cho'nglardan edi. Hech kim ularga hurmatsizlik qilishga jur'at qilolmaydi, oliyjanob. Siz ularni Rimning katta boshlari va esil nasabli kishilardan dedingizmi? Shundaq. Undaqda ularni untinsiz ujuqtirishga bo'lmaydi ekan. Bunda qilsak, ham Rimda, ham bu yerda to'polon qo'zg'aladi. Eng yaxshisi, imperator bu yerdagi muddatda bu rayon tinch saqlanishi kerak. Temaqis janoblari, tinchlik endi buzilib oldi. Hech kim bu ishga to'sqinlik qilolmaydi. Tamoman to'g'ri. Tinchlikni qaytarib kelish uchun bu xayla qancha tez jazolansa shuncha yaxshi. Men bundaq o'ylamayman. Sen Filadelfiyani obdan bilasan. Bularning o'limi g'avg'o qo'zg'ab qo'yamdi, qandaq? Rostini aytganda, g'avg'o qo'zg'amaydi degili bo'lmaydi. O'zlari Rimni obdan biladilar. Ularni o'zlari mushavir sifatida bu yerga avatgandilar va bularning nasablarini obdan biladilar. Ularning o'limi Rimda cho'qim g'avg'o qo'zg'aydi. Filadelfiyadami ular nopozliq kishilar bo'lib, ularning tutib mangan yaxshi yo'llari xilma-xil tabiqadagi xalq ommasini o'ziga jalb qilib kelgan olilari. Eng yaxshi chora shu. Biz ularni tavba qilishga majbur qilaylik. Agar ular o'z dinidan yansa, ko'plagan xalq ommasimi ularga egishib, xristian dinidan qo'l uzadi. Keyinchi ularni asta jimida ujuqtirsak bo'ladi. Mening fikrim bu. To'g'risini yalin sili bilalar. Meningcha, ularning jazosini kechiktirish imperator uchun toza munosib bo'lmasa kerak. Agar ular tavba qilishga va pushaymon qilganligini izhor qilishga hozir bo'lmasa-chi? Jon tatliq imperator janoblari. Agar til bilan bo'lmasa, qiyin qilsak natija beramikin deb o'ylayman. Mushunda qilsak sizlarchi bo'ladimi? Yomon emas chor ekan. Qiyin qarab baqayli qanday qilasiz lekin. Bugun oqshomgi marosimining davomini atdeganda Maksimilian va uning do'stlarining qo'lchiligini izhor qilish bilan tamomlashni xohlayman. Bosh ustiga imperator janoblari nimani xohlasa shunday qilamiz. Seni öldürüyordum. Senle nime iş kılışkanlıkını özünle bilişmekse bir ömür tırışallah köz arkalık kolgu keltügen abroy. İzzet hürmetimni beçit kılıştın, bir dinsiz kılıştın. Senle ne titmi kılıyordum ben, senle ne kıymışımı kılıyordum ben. İşte kımıgıca herkes boldu kılmayman. Fakat tövbe kılıp imparatorunun aldıda kulçılıklarını ızhar kılışsan. Cinanlarını saklap kılıç alaysan. Tallaş özünlarda tövbe kılışamsa ya ki kılışmamsa. Gep kıla. Gep kıl. Tövbe kılamsa, kılmamsa. Tövbe kılaman. Doktanla. Yıllardan buyan sizlarning bechora mazlum xalqqa sağan zulm sitamlaringlarni ko'rib, eg'iz ochmaganligimga qarta Allohning dargohida cho'nqur tövbe qilaman.
Bana tövbe kılma. Bana tövbe kılma. Beni öldür. Özlerini tutuvasıla Ali Canap. Qiyin qista xodimlari qanday qilishni obdan biladi. Bula bugün akşam çokum tövbe kılış gerek. Bugün akşamның özüdüla. Anladınlar mı? Bugün akşam. Atina, bana yardım kılın. Maximilian'ı tutup aldı. Mən o və dostlarının xiyanətini gördüm. Ulanı titmi qılıb ötüş gerek. Atina, ödünüp kalay. Siz dadamның ayalı. Bana analık kıp koyun. Benim Maximilian'dan başka hiç demem yok. O mening barlıq planlarımni suğuçilidi. Arzularımni to'sitib Ulanı Tanrılarning g'azabi tutqay. Bilemen ama... Ödünüp kalay ulanı keçirip etinla. Ali Canap bir ishni demoqchi edim, ruxsat qilalim. Yani nim bo'ldi? Helin xonim yo'ldoshini tövbiga va pushaymon izhor qilishga majbur qila oladi deb o'ylamamdilar. Nima uningmi hech foydasi yo'q. O hozir sizning hujurlarda Ali Canap. O'zlarini besivasizlar, ha? O'zlarini besivasizlar. Nayt yaxshi. Dadam sizden gapingizni aldı. Uni kechirish mening yoki dadangizning qo'lidimi? O imperatorga haqorat qildi. Dadangizning iftixorlik o'tmishini nobud qildi. Hammadan muhimi Tanrılarga kufrlik qildi. Sen bu yerda nima ish qilyapsan? Xoin ering Maximilianga vositchi bo'lish uchun kelgan bo'lmagan yana. Bilemen. Qancha qilsam foydasi yo'q. Ama mening qo'limdan keladigan birdan bir ish faqat mushu. Ödünüp qalay. İmperatorning ash ahmaq xotini Sharunning oldida qanchalik haqoratlanganimni bilmadingizmi? Zidi pasi razilla. Texi manga suiqasd qilmoqchi bo'lishibsan. Senmi ashu xotinning qizisan. Senmi onangga o'xshash o't kuyishing kerakkan tuq. Seningmi xudoparast bo'lib ketmaganligingni nadin bilimiz? Gap qil. Meni qandoq jazo olsanglar mayli. Ama yo'ldoshimni kechirib etinglar. Meni uningdan boshqa hech narsam yo'q. Ödünüp qalay. O hem imperatorning oldida tövbe qilishi, hem Apollonga qurbonlik taqdim qilishi kerak. Tushundingmi, Helen? Sen uni bu ishga majbur qilishing kerak. Angladingmi? Maximilian, manga va dadangizga o'zirxohlik aytishi kerak. Qabul qilamni qilmamdi. Bilmayman. Uning bilan so'zlashib boqay. Tirishchilik ko'rsat. Chunki sizlarning birdan bir nijotlik yo'linglar faqat mushu. Qo'limdan keladigan ishning hammasini qilaman. Hammasini. Julius, Xo'p, Ali Canap. uning bilan billa u yerga bor. Uni ular bilan yolg'iz qo'y. Xo'p. Agar ular 1000 qatim o'ltirilsa-mu, bugun oqshom paydo qilgan fojianing o'rnini to'ldirolmaydi.
Kishini chingla. Urmanglar! Qo'lini tortish! Rezil jallodlar chiqib ketish! Hammang chiqib ket! Chiqib ket deyapman! Yo'qolinglar! Chiqib ketinglar! Darhol chiqib ketinglar. Chiqib ketish! Hammang yo'qol! Chiqib ketinglar. O'zingning chiqib ketish kerakligini unutib qolgan o'xshamamsan. Yo'q, xonim. Unutib qolmadim. Ammo o'zlarining ularni tövbe qildirishga muvaffaq bo'lolmaganliklarini ko'rgim bor. Shundilaman. O'zimning hayotidagi ikki cho'ng orzuyimga yetaman. Birinchisi Maksimilianni Kristning ustida ko'raman. Ikkinchisi o'zlarini Ağzını yum. Agar qo'llaring bog'liqlik bo'lmagan bo'lsa, sen bundaq gap qilishga jur'at qilolmagan bo'larding. Ko'zimda yo'qol, rezil plas. Chiqib ket. to'lim afsus. Bu to'xo yuraklar ayol o'tmayli menga yolurib tövbe qilishga boshlaydi. Elin xonim tong sahargacha bu yerda qolib qolsa bo'ladi. Ammo Elin xonimdan boshqa hech kimning bu yerdan chiqib ketish haqqi yo'q. Hech kimning. Siz bu yerda nima ish qilasiz? Sizlarni qutqazg'ili keldim. Bizmi o'zimizni qutqazishning ko'yida. Ammo bu turmudan emas. Men sizga burunmi aytgan. Mening sizdan boshqa hech nimam yo'q. Men qandoqmi hech chiqmay, sizlarning o'lib ketishingizga qarab tura olmayman. Sizni Allohni unutib qolgandi deb o'ylamayman, Helen. Bizning qilayotganimizning hammasi Allohdan boshqa iloh yo'q deyish. Endi siz kelib, sizdan boshqa hech nimam yo'q deysiz. Yo'q, unutmadim. Men Allohni siz orqali tunib yetdim. Shubhisizki Allohning men qilgan barliq inoyatlari siz sababli bo'ldi. Agar sizni qo'ldan berib qo'ysam, uning inoyat va iltifot ishiklari etilib qolmaydi deb qanday ayta olay? Siz Allohga menga o'xshash bir odamni vasita qilgandanmi yaqinroqsiz. Rostini ayting, bu yerga nima ish uchun keldingiz? Dadam meni bu yerga sizlarni tövbe qilishga majbur qilishim uchun avatdi. Undaqda urinib ko'ring, muvaffaqiyat qozonishingiz mumkin. Menga dang, biz nimaga tövbe qilamiz? Bilmayman. Sizlardan nimaga tövbe qilishni talab qilganligimni nima bilmayman. Men qandoqmi sizlardan Allohni unutib, yolg'on tangrilarga qurbonlik qilishinglarni yoki zolim va mustabid imperatorning mehribon va adil Allohdan ustun ko'rishinglarni talab qila olay. Men qandoqmi sizlardan talab qila olayman? Hargiz talab qila olmayman. Ko'rib turibsiz, bizning yagona Allohga tavakkul qilib, uning irodasiga taslim bo'lishdan boshqa hech qanday choramiz yo'q. Elin xonim, bugun oqshomgi ish qasrning sirtig'ini tor qilibdimi? Bilmayman. Ve Allah'tan sizlarni qutqizishini yoki meni billab ketishini tilab duo qilyapman. Xudoparastlarning bugun oqshom nima ish qilganligini, qasrda nima ish yuz berganligini hamma kishilar bilish kerak. Elin xonim, bugun oqshom ko'tarilgan faryod ovozini hamma kishilarga anglitishga tirishsizlar. Xonim, bu harakat naqis qolmasin. Yo'ldoshlari va bu yerdagilarning omonat so'zlari sizning ustunlarga yuklandi. Sizlar bu yo'lni oxirigacha davomlashtirsizlar. Biz sukut qilib turmaymiz.
Ammo sizlarmi Allohning bizga sabrchanlik va chidamchanlik ato qilishini tilab duo qilib qo'yinglar. Sizdan faxrlanaman, Helin. Sizni va Erikmitni ulug' Allohga topshirdim. Helin xonim, Atinaga mendan salom deng. O sabr qilsin. Allah sabr qiluvchilar bilan birga men uchun g'am qayg'u qilmasin. Qizimni iymonliq tarbiyalasin. Sizlarchu ayolinglarga deydigan boshqa so'zinglar bormi? Mening ayolimga Yavanisni xushal kulayotgan holatda ko'rdim deb qo'ying. Janobi Martinus, Janobi Sodianus va men hech qaysimizning ayolimiz yo'q. Ammo xalqimizga shuni aytib qo'ysizlar. Biz hayotimizning eng esli minutlarini o'tkazyapmiz. Sizlar qilayotgan ish har qanday bir bandaning o'z ma'budi uchun qilgan eng go'zal ishdir. Elin xonim, ayolimga aytib qo'ying. Uzoq o'tmay biz bir-birimiz bilan beshimizni egiz ko'targan holatda uchrashimiz. Aytib qo'ying, ansirmisin va o kunni ko'p yiroq emas. Men Allohdan sizlarni qutqizib qilishini yoki meni sizlarga o'xshash o'z dargohiga chaqirishini tilayman. Allohning irodasi nima bilmayman. Men sizdan Parvardigorning irodasiga taslim bo'lishingizni kutaman. Endi chiqib Diokletianusga bizning Parvardigorimizni o'z jinimizdan ustun ko'rganligimizni ayting. Chiqing aylan. Helin xonim, Atinaga tasalli berib qo'ying. Ularni yeningizga chaqirib akib eling. Azobga birlikda yaxshiroq bardoshlik berasizlar. Qanday qoldi? Ko'rganingdek unda qilolmadim. Ammo bular o'lmasligi kerak. Bu mard yigitlar o'lmasligi kerak. Ular ölmeydi. Biz ölümüz. Ular hayatlıqni tanladı ve ebedi ölmeydi. Ebedi hayat qaladı. Nim bo'ldi, Fidias? Sen ama bizga o'xshash uyqun kelmayyotamda. Sizlar ko'zimdan uyqumni qochiryaptinglar. Qanday uxlay? Sen nimadan ansiraysan, Fidias? Sizlar nimishqa o'zinglarni qutqizmaysizlar? Sizlarga nima bo'ldi? Biz o'zimizni qutqizish ko'yida. Ammo bu dunyodan qutqizish ko'ydimiz. Bu dunyodan qayaga? Osmonlarning saltanatiga. O'z Parvardigorimizning dargohiga. Men bu dunyoning hayotiga to'ydim. Sizlar sarankansizlar. Dunyoning shirin hayotligini amaliyoti mavjudlik noma'lum bo'lgan bir saltanatga tegish nima foyda olmoqchisizlar? Mening faqat ishongim kelmaydi. Bu reallikdir, Fidias. Reallik. Minglagan rostchil payg'ambarlar hargiz yolg'on so'zlamaydi. Bir qancha kun yashadik deyli. Nimaga arziydi? Ha? Zolimlar va to'qilma tangirlarga agishish va itoat qilish arziguchiligi bormi? Degina Fidias. Agar o'z Parvardigorimizni tashlab sizlarning tangirlarga yuzlansak, biz o'lmaymizmi? Biz o'lmaymiz degidek bir kim
Ölmey мәңгі yaşap baqqanmı? Yalğız Allah'lı tirikdir. Agar sizlar o'ltirsanglar, ondan sizlar davatgan narsalarning hammasi yolg'on chiqsa, u chaqda qanday qilsizlar? Agar sizlar ba davatgan Alloh mavjud bo'lmasa, hech saltanat, mukofot va qayta terilishmi mavjud bo'lmasa, u chaqchu, itinglarchu, qanday qilsizlar? İtbeqinglarchu. Agar hamma narsa haqiqatan rost bo'lsa-chi, ishoninglar, hech qanday haqiqat mavjud emas. Agar İsa'nın Parvardigori mavjud bo'lsa, agar o'lgandan keyin yana bir hayotlik mavjud bo'lsa, u chaqda kim ziyon tortib qolar Fidyas? Kim ziyon tortib qolar? Ani ko'rib turibsan, ular o'z Parvardigorini oshiqlarcha madhiyalaydi ekan. Ular o'zlarini bir bandidan boshqa narsa emas deb turib, Rim millatining tangrini va barliq tangrilarni nemancha qattiq haqoratlayaldi, ha? O'yla Fidyas. Men sizlarning tangringlarni tanıyman. Senmi mening tangrimni tanımsan? Yo'q, sen mening tangrimni tanimaysan. Agar tanigan bo'lsang, yo'q. Manga sening buningdan ko'proq uningga ishtiyoq bog'lash haqqing bor ekan degan bo'latding. Sen berib Julius'ga xabar qil. Men bugun oqshom ularni tavba qildirmasam bo'lmaydi. Tez bo'l. Xo'p. ey Parvardigor, o'z yo'lingda bizning qadamlarimizni mustahkam qilgin. Sening yo'lingda jon pido qilishimizga yordam bergin. Bizga sabr ato qilgin. Sen sabr ato qiluvchilarning eng yaxshisisan. Amin. Men Rim tang'allariga hech qiziqmayman. Sizlarning tangringlarni tonimayman. Ammo sizlarga o'xshash agash kuchlilar bor, u Parvardigoringlar cho'qim yaxshi tangri bo'lsa kerak deb o'ylayman. Fidyas, nima ish qilyapsan? Tezroq qichinglar. O'z jiningni o'ylab qo'ydingmi? Biz o'zlarimizning jinni qutqizish uchun sening jiningni xatarga tashlasak bo'lmaydi. Inson hamisha o'z jinnini o'ylash kerakmi? Shundoq, cho'qim o'z jinni qo'g'dish kerak. Sizlar bugun oqshom imperatorning oldida o'z jininglarni o'yladinglarmi? Ha? O'yladinglarmi? Shundoq. Biz o'z jinimizni Tangrimizning yo'lida pido qilishni qaror qildik va pido qildik. Sen kimga pido qilmoqchi?
Bilmeymen. Sizlarning tangringlar men haqiqatan qabul qilamu? Ha, qabul qiladi. Ammo avval uningga iymon keltirishing kerak. Uningga qanday iymon keltirman? Menga agishib o'qigan. Men Fidiyas. Men Fidiyas. Guvohlik bermanki, bu dunyoda osmon zaminning yaratquchisidan boshqa hech iloh yo'qdir. Bu dunyoda osmon va zaminning yaratquchisidan boshqa hech iloh yo'qdir. İbrahimning Tangri va Musaning Tangri. İbrahimning Tangri va Musaning Tangri. İsa'ning va eng oxirgi madihilanguvchi payg'ambarning Tangri. İsa'ning va eng oxirgi madihilanguvchi payg'ambarning Tangri. Barcha payg'ambarlarni insonlarning hidoyat tepish uchun avatgan Tangridir. Barcha payg'ambarlarni insonlarning hidoyat tepish uchun avatgan Tangridir. Musulmon bo'lganiga muborak bo'lsin, Fidiyas. Ben xo'shal bo'lyapman. Tez mengla tez. Qasrning oq tarafida mengla. Tez bo'linglar. Tez. Tez mengla. Bo'linglar. Tez. Hey! Murtatlar, ne qilyapsizlar? Nega men o'tsizlar? To'xtanglar. Fidiyas ishlash, Fidiyas. Bo'ldi, mengla. Tez qochinglar. Qaqiliq o'zim bor. Fidiyas! Xiyonatchi! O'zing xiyonatchi va ablah. Ne oldu? Bu yerde neymiş oldu? Bu hain imparatorun düşmanlarını kaçırıp etti. Eldivenini vermem. Kelesin mi? Hay! Ha! Hay! Hay! Sen berib Ali Janab Jolios xabar qil.
Onun gayet turmadikiler kaçıp gitti. Tez bol. Tez bol. Allah. Gerçi Fidyas sana kechikib iymon etgan bo'lsa-mu. Ammo uni qabul qilgin. Qabul qilgin. Türmüdikiler kaçıp gitti. Türmüdikiler kaçıp gitti. Ali Canap çatak buldu. Türmüdikiler kaçıp gitti. Yani neymiş oldu? Ali Canap türmüdikiler kaçıp gitti. Bek yaman iş oldu. Astırak. Emdi sözle, ne oldu? Fidyas türmüdikilerini kaçırıp etti. Emese, türmü karaoğulları neymiş kılıyıp tutken? Fidyas ula bilen birleşip yaptıken. Nimiş optu? Nim varançırın bu? Bir hain asker türmüdekilerini kaçırıp etipti. Qaraganda bu qasrning hamma odamlari xoin-kanda. Ansirmisizlar Timavus janoblari. Ular qechib ketolmaydi. Julius, turmidikilar qechibdi. Shaharning bulun pushqoqligicha oqtiringlar. Darvozalar obdan diqqat qilinglar. Qaysi tarafdan qochdi? Qasrning oqisidan qochib ketdi. Qovlayli. To'xtanglar. Sizlar bu tarafga. Mayli. Sizlar bu tarafga. Sizlar o tarafga menglar. Qolganlar mening keynimda menglar tez. Diqqat qilinglar. Hech kim darvozadan chiqib ketmasin. Qalqilinglarni elib etinglar. Tamoman diqqat bilan turinglar. Darvoz qarovulni ishkasi ko'paytib yetibdi. Tushinglar, butunlay diqqat bilan turinglar. Bundaq ahvolda darvozadan o'tish mumkin emas-ki. Do'stlar, ansirmanglar. Mening uyimga boramiz. Ammo ular keldigan tunji joy ashu. Bizning Juliusning sonsiz askarlari bilan ilishqida kuchimiz yo'q. Tutuşup bakmaz. Bizning ölümni qo'rqishimiz yo'q. Allah'ın iltifatını unutib qolmasligimiz kerak. Shaksiz o bizga yordam qiladi. Emsi tez bulunlar. Biz u yerga Julius'un askerlerden tezdirek yetib berishimiz kerak. Tez mayli. Tez.
Tez mağaylı. Sen kim o? Aça Galos. Aça. Allah'ım. Maximilian canapları bu. Tez bulanlar, kıranlar. Ah, büyük Allah. Ali canap. Ali canap. Astırak. Neymiş kılıvatsan ha? Özünü tutup al. Hemmeden burun yolunun ozuk töлекlerini tayarlışımız gerek. Adamın işiniz kelmeydi. Hanımlağa haber vermesen bulmaydı. Elin hanım. Ali canap Maximilian geldi. Kızım. Hanımla, kilinla. Kim geldi? Yüz gözümüzni yuvalaylı. Özüңlarni mushunda xatarga tashlab bizni azoblashinglar lozim edi. Biz cho'qim shunday qilmasak bo'lmaydi. Men intayin xushalman. Ammo mening birdan-bir ansiraydiganim sizlarningmi tangringlar bor. U nihoyatda mehribon homidir. Sizlar o'zinglarni xatarga etib, yaxshi ish qilyaptiq deb o'ylamsizlar? Biz ularning cho'ng butlari bilan qarshilashdik. Barliq iymonlarimiz bilan ularning kufrlari oldida qad ko'tarib turdik. Sheksizki bizning dinimizning agashkuchlari buningdan keyin nihoyat ko'p bo'ladi. Buning ishonchim bor. Qilgan ishlarimiz bo'lsa bizning eng oxirgi orzuimiz edi. Biz sheksiz o'ltirilamiz. Shun sizlardan birdan-bir kutilganimiz savrchanlik va chidamchanlikdir. İmperatorning butlarini buncha chiroyli chiqib, to'qilma tangrilarni rasvo qilamiz deb o'ylab boqmagandik. Sizlar bilmaysizlar. Daqyanusning chiroyidimi qanqanmidi? Qasrda qanday xulg'ul bo'lib ketdi-ya? Xuddi chashqonlarning uvusiga suv kirib ketgandek patparaq bo'lib ketishdi. Dastlab boshlagan vaqtimizda muvaffaqiyat qozonishga umidimiz yo'q edi. Maqsadimiz faqat vazifani o'rindash edi. G'alaba yoki mag'lubiyatni zot o'ylamagan edik. Maximilianning qanday plan vardı? Hech bilmadim. Jazm qilaman. O'tgan ishlarning hammasi Allohning irodasi bilan bo'lgan. Oh, jinim, o'g'lim. Hammanglar tez bo'linglar. Kitobxonaga kiringlar. Bu ya eng oxirgi yo'l. Askarlar hozir yetib keldi. Bizim chuqum kitobxonani ko'rdi. Ali janob Dinasos. Kitobxonaga kir. Allohning himoyasini ko'rsan. Tez bo'linglar, tez, menglar. Tez menglar. Tez bo'linglar. Xonimlar, sizlar bu yerga qilinglar. Kitobxonaga zodi kirmanglar. Helen, agar askarlar yetib kelsa, ularni kirgizmang. Ular zo'rlik bilan o'zlari kirsin. Bizga yetarlik vaqt bo'lmasa bo'lmaydi. Galos, bundan keyin sening vazifang bak og'ir. Diqqat qilgin, ha? Xo'p, Ali janob. Allohga omonat. Allohga omonat. Xo'sh. Allohga omonat. Allohga omonat. Ali janob, tezroq bo'lsizlar. Nima chiqib qoldilar? Nima qarab turibsizlar? Tez bo'linglar, ishni ochaylik. Yordamlashinglar. Kitob qo'yg'uvchini beqtot yutaylik. Tez bo'linglar. Ali janoblar, askarlar kelyapti.
Tez bulunla. Tez bulunla. Tez bulunla, tez. Tez bulunla. Mayli. Galos, işini itivet. İşki çıkla, işki! İşki çıkla! İşki çıkla! Tez! Gallos, tez bol. İşini sundurib etay dep qoldi. Gallos, Bana geldim. Hanım ensirimizle. İşini yapışını unutup kaptım ben. To'xtislar xonim. Hürmetli hanımlar. Sizler hiç nimeni, hiç kimni kömüdünler. İrinlardımı xabaringlar yok. sizlar kim? Nima ish bo'ldi? İşki nasıl Aylin hanım? Öğün tekşirmesek olmaydı o. Sizlarning nima ish qilmoqchi ekanliklarini aytmoqchi bu ish ichilmaydi. Sizlarning xabarlari yo'q ekanligiga ishonaylimi amsa? Nimada xabarim bo'lsa bo'ladi? Yo'ldoshlari, do'stlari bilan birlikda turmadan qochdi xonim. Agar haqiqatan shundoq bo'lsa, shukr qilishga tegishli ish bo'pti. Ammo sizlarning yolg'on aytmaganinglarni qandoq bilay? Yolg'on? Nima ish yolg'on aytar? Hammasi rost. Balkim ularni o'zinglar o'ltirib etib, mushundaq qilish orqali bizning zehnimizni burmoqchi bo'lishinglar mumkin. Men jazm qilamanki, o cho'qon bu yerda. Sizlarning xabarlari bor. U qechib ketib, hammadan eng xatarlik joyga kelib oldigan. Sen o'xshash hamoqat emas, bilib qo'y. Agar oshmasanglar ishga chiqib etamiz. Sizlardek yirtqich vahshiylardan yiroq ko'gilolmaydi. Ishga chiqinglar. Galus, eshikni och. Xo'p. Bu insofsizlar. Nima ish qilyapsizlar? Bu qanday ish? Nima bo'ldi? Oliyjanob, nima ish ishni chaqsizlar? Ular qayerda? Kim qayerda? Sizlar bir kimni izlayapsizlar? O'zingni bek aqlliq chig'lab qolgan o'xshamabsan. Hamma yana aqtiringlar.